Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, sizlar bilan keyingi videoyimiz grammatik mavzularda davom ettiramiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz otlarda ayrim belgilariga qarab turib artiklni aniqlab olish. Nimaga? Ya'ni nemis tilida bilamiz, aytdik avvalgi darslarda har bitta predmetning o'zini artikli bor. Va u 3 ta bo'lishi mumkin xolos. Yoki der bo'ladi, yoki die bo'ladi, yoki das bo'ladi. Endi har bittasini birga yodlab ketishimiz kerak, chunki bizga bu biz aytdik, ma'lumot qanaqa ma'lumot berardi? 3 xil ma'lumot berardi. Ya'ni qaysi bu? Qaysi kelishigdaligi, soni nechtaligi, qaysi roddaligi, ya'ni женский, мужской, средний, qaysi roddaligi. Endi buni aniqlashda osonlashtirib beradigan ayrim belgilari bor. Shularni sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchi bo'lib maskulin, ya'ni der artiklini ko'rib chiqamiz. Xo'p, der artikliga nima kiradi? Har doim der bo'ladigan narsalar bor. Har doim der bo'ladigan narsalar bu männliche Personen und Berufe. Ya'ni erkak shaxslar va kasblar. Shaxslar deganda masalan ota, obodda, amaki hammasi der bo'ladi. Masalan, o'g'il bu o'g'il, hammasi. Erkak kishidagi shaxsda qaysi shaxs bo'ladigan bo'lsa, hammasi der bo'ladi. Keyin Berufe. Bilamiz, nemis tilida bu nimalar kasblar bo'linadi. Masalan, o'zbek tilida bo'linmaydi. Vrach ayol bo'lishi mumkin, vrach erkak bo'lishi mumkin. Lekin nimada bo'linadi? Masalan, arst bo'lsa, der arst bo'lsa, bu vrach, nima ya'ni vrach erkak vrach, Ärztin bo'lsa, ya'ni in qo'shimchasi qo'shilib qoladi ko'piga. Ba'zilarda o'zgarish bo'lishi mumkin. Nimasida, masalan, Ärztin bo'lyapti. Lekin masalan, aytaylik, injener bo'lsa, injenerin bo'ladi. In qo'shimchasi bilan bo'ladi. Ya'ni bu degani hamma muskoy roddagi hammasi nima kasblar hammasi der bo'ladi, ya. Xo'p, undan keyin kunlar, ya'ni Tage, Monate, Jahreszeiten, ya'ni kunlar, oylar va yil fasllari hammasi ular ham der bo'ladi. Monatlar masalan, yanvar, fevral, mars, aprel hammasi. Nima Jahreszeitlar, ya'ni Jahreszeitda bular Frühling, Sommer, Herbst, Winter to'ralasi ham hammasini artikl der bo'ladi. Undan tashqari keyin nimalar ham? Kunlar ham, hafta kunlari, ya'ni Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag hammasi der bo'ladi. Xo'p, bitta yilda o'zi das Jahr uni исключение qilib yozib qo'yganmiz, das bo'ladi. Xo'p, bundan keyingisi tema Wetter deb aytib qo'yganmiz. Bunda nima? Ob-havo to'g'risidagi ko'p nimalar, ko'p nima desam bo'ladi? Hamma so'zlar, ya'ni masalan, shamol, qor, yomg'ir, shunaqalar bir 80-90% hammasi artikl der bo'ladi. Ya'ni bu yerda misol yozib ketganmiz, masalan, der Regen, der Wind, der Schnee deb aytiladi, ya'ni bu qor degani. Shular. Xo'p, undan tashqari keyin alkoholische Getränke deganmiz. Alkoholische Getränke degani bu o'sha alkogol ichimliklar. Ya'ni bularning ham juda ko'p qismi hammasi der bo'ladi. Masalan, der Wein, der Vodka, keyin masalan исключениялар, masalan das Bier. Bier piva degani o'sha исключение. Lekin juda ko'p qismi, почти 90% desak ham bo'ladi, hammasi der bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari bizda yana Himmelsrichtungen bor. Himmelsrichtungen degani bu ya'ni yo'l, masalan, nima janub, sharq, g'arb hammasi to'ralasi ham nima bo'ladi? Ya'ni janub, shimol, sharq, g'arb hammasi artikli der bo'ladi. Xo'p, undan keyin endi mana sizlar bilan asosiy nimasi, ya'ni har bitta otni окончанияsi bo'ladi, ya'ni tugalgan suffiksi demak. O'shunga qarab turib aniqlab olsak bo'ladi. Ya'ni derligini, dasligini, diligini. Bu yerda qaysilar derga kiradi, ya'ni qaysingi maskulin bo'ladi. Bu yerda er bo'lsa agar, er bilan tugaydiganlar, ya'ni the computer deb aytyapmiz bu yerda, link bilan tugaydiganlar, masalan, learning degani bu o'quvchi degani. Ya'ni student bo'ladi. Ya'ni learning degan imенно o'quvchi degani. Chunki lehrer o'qituvchi, ya. Xo'p. Keyin ismus, masalan, der feminismus, ya'ni ismusdagi hamma nimalar, ismus bilan yoziladigan gaplar hammasi der bo'ladi. Undan tashqari masalan, Apfel, Vogel deb aytganmiz, Vogel bo'ladi. Bularning hammasi der bo'ladi. Va ik, bu yerda masalan autor bo'lyapti, ikda masalan König, Honig, shular artikli der bo'ladi. Demak, derda shunday bir qator qarab yodlab olsanglar bo'ldi. Endi diga o'tamiz.
diga o'tamiz. Bu di ya'ni женский rod. Bunda qaysilar desanglar, birinchi bu yerda mana yerda ko'ryapmiz, qaysi erkak va erkak shaxslar va kasblar desak, bunda ham xuddi shunaqa. Ayol shaxslar va kasblar. Ya'ni bu degani amma, xola, singil, oyi, buvi hammasi di bo'ladi. Undan keyin mana biz aytdik, hamma kasblarga in qo'shimchasini qo'shsak, shu bilan женский rodga aylanadi va uni artikli di bo'ladi. Xo'p, bu yerda masalan die Frau, die Lehrerin deb Beispiel berib qo'yganmiz. Endi buni qaranglar. Bunga e'tiborli bo'linglar. Buni yodlab olsanglar, juda ham katta qismni so'zlarni bemalol ajrata oladigan bo'lib qolasizlar. Xo'p, birinchi va eng nimasi bu ye artikli. Ya'ni ye artikli ye bilan tugallangan окончанияsi ye bo'lsa, ya'ni so'z ye bilan tugayotgan bo'lsa, 80% holatda, masalan 10 tadan 8 ta so'z deylik, hammasi di bo'ladi. Исключениялар bor, ba'zida der bo'lib qolishi mumkin, lekin ko'p holatda di bo'ladi. Shuni e'tiborga olasizlar. Bu yerda masalan tashi, lampa deb Beispiel berib qo'yamiz. Xo'p, undan tashqari height bilan hammasi bularni, hammasi 100% qolganlar bo'ladi, hammasi di bo'ladi. Masalan die Gesundheit, bu yerda Kite deyapmiz. Die Möglichkeit, Ung bilan deyapmiz. Die Zeitung, Schaft bilan deyapmiz. Freundschaft, ay bilan tugayapmiz. Masalan, bu ay degan masalan die Polizei, Bücherei shunga o'xshagan ay bilan tugaydigan hamma otlar. Undan tashqari tet, die Qualität masalan bo'lyapti. Ion bilan tugayapti. Die Diskussion bu yerda haligi nemis angliskida shin yoki tsiya qo'shimcha emas. Masalan, illuminatsiya, nominatsiya shu bilan masalan rus tilidagilar. Yokida inglizda o'sha nomination, shunaqa imagination, shularning hammasi sion deb o'qiladi va bularning hammasi di bo'ladi. Masalan, bu yerda di diskussion deb Beispiel beryapmiz. Xo'p, keyingisi ur bilan tugaydiganlar hammasi bo'ladi. Masalan, tastatur deb Beispiel beryapmiz va ik, masalan, di texnik. Bularni iltimos yodlab olinglar, juda kerak bo'ladi sizlarga. Xo'p, biz neutronga o'tamiz. Neutron bu средний rod. Средний rodda endi qaysilar desanglar, viele internationale Wörter deb aytganmiz, ya'ni ko'plab международный, ya'ni xalqaro gaplar, masalan, auto, das telefon, das hotel, shular hammasi ko'p internasional so'zlar bo'ladi-ku. Shularning nimasi das bo'ladi, artikli das bo'ladi. Xo'p, keyingisi infinitiv des verbs. Masalan, das essen deyapti. Bu nima degani? Ya'ni bizda nemis tilida fe'llar bor. En bilan tugaydi, bilasizlar buni. Endi liboy fe'lni siz katta harf bilan yozib, plus artiklni das qo'yib qo'ysiz bo'ldi. Shu otlashadi yoki bo'lmasam shu holati das artikl oladi. Masalan, das gehen, das schlafen deb aytayki, masalan, o'zi schlafenni o'zi uxlamoq, to'g'rimi? Uxlamoq. Endi shuni das bilan katta harf bilan yozib qo'ysangiz, uxlash bo'lib qoladi. Ya'ni otlashadi. Liboy fe'lni shunaqa qilib olasiz. Liboy fe'lni shunaqa qilib yozsangiz bo'ladi. Demak, bu sizga juda ham kerak. Bilib olsangiz chotki. Xo'p. Keyingisi adjektivi als Nomen, ya'ni nimalar sifatlar nima bo'lib ot bo'lib kelganda. Ya'ni masalan, o'zi schön, chiroyli, endi o'shani otlashadigan bo'lsa, masalan, chiroylilik bo'ladigan bo'lsa, das schöne bo'ladi. Yoki bo'lmasam böse o'zi yomon degani, ya'ni yomonlik deb turib demoqchi bo'lsak, das böse bo'ladi. Shu bilan artikli das bo'ladi. Bular hammasi shu artikli das oladi. Ya'ni sifatlarni otlashtirsak. Xo'p, undan tashqari endi bular qanchalik uncha ko'p emas, oson yodlab olasizlar. Hen, line bo'ladi. Bu hen bilan line hali nima bizda qizaloq, kichkintoy kichiklashtiramiz, shunaqa ma'noda beradi. Masalan, das Mädchen bo'lyapti. Endi das Mädchen degani qiz bola degani. O'zi masalan qizcha degani. Endi bu исключение, shunga e'tibor berasiz. Hen qo'shimchasi bo'lgani uchun nima bo'ladi? Das artikl oladi. Xo'p, undan keyin bizda masalan das Mädchen bo'lyapti. Bu yigitcha desak bo'ladi bizda. Yigitcha bo'ladi. Buni line bilan tugayotgani uchun artikli das bo'ladi. Xo'p, keyingisi masalan das Klima bo'lyapti. Keyingisi das Museum bo'lyapti. Bilan tugayotganlar hammasi. Ment, masalan, instrument, parlament, shularning hammasi das bo'ladi. Xo'p, shularni yodlab olinglar. Endi bu где-то masalan aytaylik bir 60 ta, 70 ta so'z, masalan 100 ta so'z bo'lsa,
60 tasini где-то aniqlab olasiz. 60 ta, 70 tadir ehtimol. Endi qaysi so'zlar bor, lekin sizga katta yordam beradi. Chunki hamma so'zlarni ham shu yodlab ulgurmaysiz artikl bilan. Shularni yaxshilab bilib olsangiz juda sizga yordam bo'ladi. Xo'p, agar savollaringiz qolgan bo'lsa, qanaqadir bo'lsa, nimaga kommentariy yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.